daladan dasturxongacha tamoyili ostida bugun. Xullas o'rtoqlar, bunday yarmarkalarimiz, arzonlashtirilgan yarmarkalarimiz tuman hokimligi tomonidan haftaning har yakshanba kuni tashkil etiladi. O'zimizning mahalliy mol go'shtlarimiz 110 ming so'mdan, Qozog'istondan keltirilgan mol go'shtlarimiz esa 85 ming so'mdan va kalbasa mahsulotlarini ham eng arzon narxlarda mana shu yarmarkamizda xarid qilishingiz mumkin. Paxta yog'larimiz 18 mingdan 20 ming so'mgacha xalqimizga sifatli narxlarda yetkazib beriladi. Arzonlashtirilgan yarmarkamizda tuxumlarimiz narxi 500 so'mdan hajmiga qarab 1100 so'mgacha arzonlashtirilgan narxda sotilmoqda. Yoshlarga ajratilayotgan imtiyozli kreditlardan unumli foydalangan yoshlarimiz kredit olib, uylarda issiqxona qurib, mana shunday poliz ekinlarni yetishtirib, maza qilib yarmarkamizda sotishmoqda. Qoyilmisiz? Poliz ekinlarni mavsumi keldi-ku, hamma joyda 3000, 3200 so'm sotilayotgan tarvuzlarimiz kilosi arzonlashtirilgan mehnat yarmarkamizda atiga 2500 so'm. Qoyilmisiz? Xullas, hamma paxtago'rliklarni arzonlashtirilgan mehnat yarmarkamizda har yakshanba kuni kutib qolamiz. Yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar mamlakatda. Har kunimiz bayram, tantana, ko'z tegmasin. Nagah kurban ko'chada ul sarvi xirammon qo'sh qoqdi yu ketdi.